Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar. Yaxshimsizlar? Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men Iftixor Abdurshid. Bugun chorshanba. Hurmatli ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatı bo'lsin. Avstraliya parlamentida 11 fevral kuni Avstraliya parlamentidagi barliq partiyalarning Uyg'ur do'stlik guruhi qurilganligi e'lon qilingan. Uyg'ur do'stlik guruhining qurilish xizmati o'tgan yil 12 oyda e'lon qilingan bo'lsa-mu, ammo 11 fevral kuni Avstraliya parlamentida o'tkazilgan faoliyat bilan Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishi rasmiylashgan. Vaziyatdan xabardor kishilardan egallanishicha, Avstraliya parlamenti Uyg'ur do'stlik guruhi xizmat kun tartibining asosli nishoni Avstraliya parlamentining Uyg'ur irqi qirg'inchiligini e'tirof qilishini qo'lga keltirish, Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarining Avstraliya bozoriga kirishini cheklash qonunini chiqarish, Xitoyning ziyonkashligidan qochib yurgan Uyg'ur musofirlarga yordam qilishni o'z ichiga oladi ekan. Avstraliya Uyg'ur Tangirtog' xonim-qizlar jamiyatining raisi Ramila Chanishev xonim u guruhining qurilishida kuch chiqargan parlament a'zolariga butun Uyg'ur xalqi nomidan minnatdorligini bildirib, mazkur guruhining qurilishining muhojiratga Uyg'urlarga bo'libmi hilam irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'layotgan kimlik, madaniyat, til va har jihatdan yo'qotishga uchrayotgan Uyg'urlar uchun intayin ahamiyatli ish ekanligini bildirgan. Shundaqla u Uyg'urlarning bu do'stlik guruhining Avstraliya hukumatidan kutadigan 3 oshqishlik talabini o'ttirib qo'ygan bo'lib, ular Uyg'urlar ustidan elib berilayotgan irqiy qirg'inchilikda bevosita qo'li bor Xitoy amaldorlarini Magnitskiy qonuni bo'yicha jazolash, Uyg'ur majburiy emgakka badaliga kelgan Xitoy mollarining Avstraliyaga kirishining oldini oladigan kuchli qonun belgilash, boshpanasiz qolgan Tailanddagi Uyg'urlarni o'z ichiga olgan Uyg'urlarga ega chiqish. U yana bu do'stlik guruhisidagi parlament a'zolarini Uyg'urlarning mazkur talablarining Avstraliya hukumatining qabul qilishi va tadbir ilish uchun harakat qilishga chaqirgan. Avstraliyadagi Tangirtog' Uyg'ur xonim-qizlar jamiyatining bildirishicha, Uyg'ur do'stlik guruhi mazkur jamiyatning tirishchanligi Avstraliya Kengash palata a'zosi va tashqi ishlar ministri Penny Wong, parlament avom palata a'zosi Tony Zappia va Andrew Wallace qatorliq siyosiyonlarning qo'llashi ham hamkorligida vujudga chiqqan ekan. Uyg'urlarni izchil qo'llab kelayotgan, shundaqla mazkur Uyg'urlarni qo'llash guruhining qurilishida oshqishli rol o'ynag'uvchi parlament a'zolaridan Fatima Payman xonim marosimdan keyin mundaq dedi: Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining ahamiyati shuki, do'stlik guruhisidagi parlament a'zolari qatorliq xizmatdoshlarim bilan birga do'stlik guruhida o'ttirib qo'yilgan 3 talabning e'tirof qilinishi hamda to'liq amaliylashishi uchun harakat qilamiz. Biz bu irqiy qirg'inchilikning uzunga so'zilganligini, Uyg'urlarga qartilgan milliy qirg'inchilikning Avstraliya va dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarga keltirgan azoblarini tanishimiz kerak. Biz parlamentda Uyg'urlarning ovozini kuchaytirish bilan tang Uyg'urlarga qarshi yuz berayotgan, shundaqla dunyoning har qaysi joylarida yuz berayotgan vahshiylik va malmonchiliklarni oxirlashtirishga harakat qilishimiz lozim. Ma'lum bo'lishicha, Avam palata a'zosi Tony Zappia bilan Andrew Wallace Avstraliya parlamentidagi barliq partiyalar Uyg'ur do'stlik guruhining qo'sh raisligini ustiga olgan. Tony Zappia bilan Andrew Wallace Uyg'ur do'stlik guruhining rasmiy qurilishi munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida bu guruhining maqsadi Avstraliya va dunyodagi Uyg'ur jamoatiga ta'sir qilayotgan masalalarda dialog qurish, ko'ngil bo'lish va diqqat qo'zg'ashni ilgari surish, do'stlik guruhining partiyalar halqagan hamkorlik orqali kishilik huquq, madaniyatni qo'g'dash, kuchlik moslashish va haqiqiy o'zgarish ilib kelish ekanligini bildirgan. Avstraliya parlamentidagi barliq partiyalar Uyg'ur do'stlik guruhi Avstraliya muhofizachi gazetining yaqinda Amerika hukumati Uyg'ur majburiy emgaki sababidan qora tizimlikka kirgizgan Xitoy shirkatlarining minglagan mahsulot turlarini Avstraliyaga import qilayotganligini oshkorlab, g'ulg'ul qo'zg'ishining orqasidan e'lon qilindi. Avstraliya parlamentida Uyg'ur do'stlik guruhining qurilishining oldida Amerika, Kanada, Angliya, Fransiya, Yaponiya, Tayvan va Germaniya parlamentlarida hamda Yevropa ittifoqida o'xshash maqsadda Uyg'urlarni qo'llash uchun do'stlik guruhlari qurilgan edi. Yaponiya Uyg'ur jamiyati Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va Uyg'urlarning eng yangi vaziyatini Yaponiyaning har qaysi shaharlarida o'xshamagan shakllarda anglatishni davomlashtirmoqda. Ular yaqinda Yaponiyaning davlat xavfsizligi uchun intayin muhim deb qaraldigan Coğrafiyalik o'rni jihatdan Koreya yarim oroli bilan Xitoyga eng yaqin bo'lgan Fukuoka shahrida Xitoy qarshi bir yurish faoliyatlarini o'tkazgan. Egallanishicha, Yaponiya Uyg'ur jamiyati 2 oyning 8-kunidan 9-kunigacha Yaponiyaning g'arbiy janubi uchiga joylashgan cho'ng shahar Fukuokada Uyg'ur irqiy qirg'inchilik haqida doklad berish, ko'chada nutq so'zlash, Uyg'ur irqiy qirg'inchilik tasvirlangan karton kitobi va varaqchilar tarqitish qatorliq bir yurish faoliyatlarini o'tkazgan. Mazkur faoliyatga Yaponiyaning sobiq parlament a'zolari, korxonchilar,
xalq ommasi va jurnalistlardan bo'lib ko'p sonli kishi qatnashgan. Bu faoliyat davomida Yaponiya Uyg'ur jamiyatining mas'ullaridan boshqa Yaponiyaning sobiq parlament a'zolari so'z qilib, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini bildirgan. Bu faoliyatni uyushtirgan Dünya Uyg'ur Qurultiyi Sharq Osiyo ishlari komitetining mudiri va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Savut Mehmet Efendi bu vaqtda to'xtalib, biz oldi bilan 8-chisla atdigan Fukuoka shahrining eng avat yerdagi Hokata poyezd bekitida tashviqot faoliyatini ilib bordik. Bu faoliyatga Fukuoka shahridagi yerlik qo'llag'uvchilarimiz va Tokiodan kelgan qo'llag'uvchilarimiz qatnashdi. Bu faoliyatda men bilan Abdukerim Abdurahmon almashib turib nutq so'zladik. Biz bu jarayonda maxsus tayyorlangan 2 sondiq tashviqot varaqchisi bilan karton kitoblarni tarqatdik. Qattiq qor yig'ib, havo sovuq bo'lib ketgan bo'lsa-mu, qo'llag'uvchilarimiz 2 soat biz bilan birga bo'ldi. 8-isla tushdan keyin Fukuoka shahrining Hokata poyezd bekiti qishidagi bir yig'in zalida Uyg'ur irqi qirg'inchiligini tonishtirish faoliyati o'tkazilgan bo'lib, bu faoliyatga qiziqish nihoyat zo'r bo'lgan. Savut Mehmet Efendi bu to'g'riliq ma'lumot berib, mundaq dedi. Yig'inda oldi bilan Fukuoka shaharlik sobiq davlat parlament a'zosi ichilish nutqi so'zladi. Men Uyg'urlarning navbatdagi vaziyati va Tailand qamalib turgan 48 nafar Uyg'urning ichinishli ahvoli to'g'risida ma'lumot berdim. Uningdan keyin Abdukerim Abdurahmon o'zining va urug' tuqqanlarining beshiga kelgan kulfatlar to'g'risida ma'lumot berdi. Eng oxirida yig'inga qatnashganlarning savollariga javob berdik. Yaponiyaning Fukuoka shahrida o'tkazilgan faoliyatga qatnashgan Dünya Uyg'ur Qurultiyining bosh taftishi va Yaponiya Uyg'ur jamiyatining sobiq raisi Abdukerim Abdurahmon Efendi 4 yildan buyon Yaponiyadagi butun shahar va yezlarni aylanib yurib, Uyg'ur irqi qirg'inchiligi haqida guvohlik berish yig'inlari uyushtirish, ko'rgazma ichish, hujjatli filmlarni ko'rsatish va ko'chalarda tashviqot varaqchilar tarqitish faoliyatlari o'tkazayotganligini, hujjatli filmlarni ko'rsatish va ko'chalarda tashviqot varaqchilar tarqitish faoliyatlari o'tkazayotganligini bildirib, munolarni dedi. Hozir Yaponiya jamoatchiligi bilan matbuotlarning bizning masalamizga bo'lgan qiziqishi sustlashib qoldi. Bundaq ahvolda qilayotgan faoliyatlarimizni cho'qim davomlashtirishimiz kerak. Undaq bo'lmaganda boshqalarga masalamiz hal bo'lib qolgandek ta'sirat berib, matbuotlarning qiziqishidan emas, balki uzun yillardan buyon bizni qo'llab kelayotgan Yaponiyalik qo'llag'uvchilarimizdan ayrilib qolishimiz mumkin. Shunga biz bu faoliyatimizni yana davomlashtirmoqchimiz. Ma'lum bo'lishicha, Yaponiya Uyg'ur jamiyati Uyg'ur irqi qirg'inchiligini avom xalqqa to'ntish maqsadi bilan bu xil faoliyatlarni 2021-yili 2-oyda boshlagan. Bu 4 yil ichida taxminan 120 qatimdan ortiq bekatlarda tashviqot varaqi tarqatish, 30 maydondan ortiq nutq so'zlash, 25 maydon atrofida rasm ko'rgazmasi va guvohlik berish faoliyati o'tkazgan. Xitoy raisi Xi Jinping Rossiyaning bu yil 5-oyda o'tkaziladigan sobiq Sovet ittifoqining 2-dunyo urushida Natsistlar Germaniyasining ustidan g'alaba qilish munosabati bilan o'tkaziladigan g'olibiyat kuni paradiga qatnashish taklifini qabul qilgan. Reuters agentligining bildirishicha, Rossiya davlat axborot agentligi dushanba kuni, ya'ni 10 fevral bergan xabarida Rossiyaning Xitoyda turishliq bosh elchisi Igor Margalovning so'zini naql keltirib, Xitoy raisi Xi Jinping 9-may kuni Moskvada o'tkaziladigan Ulug' Vatan urushining 80 yilligini tabriklashga qatnashish taklifini qabul qildi degan. Moskvaning g'olibiyat kunini tabriklashiga ilgari g'arb davlatlarining rahbarlari qatnashib kelgan bo'lsa-mu, ammo Rossiyaning 2022-yili 2-oyda Ukrainaga qurolli tajovuz qilishidan keyin ular bu paradga qatnashishni to'xtatgan. Ammo Xitoy Rossiyani diplomatik va iqtisodiy jihatdan izchil qo'llashni davomlashtirib kelgan. Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotining sobiq bosh kotibi Jens Stoltenberg o'tgan yili 9-oyda Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qo'zg'agan tajovuzchilik urushini qo'llayotgan ochqishliq omilga aylanganligini bildirgan. Shu sababdan Amerika Rossiyaga yordam qilayotgan ba'zi Xitoy shirkatlariga embargo yurgizgan edi. Reuters agentligining bildirishicha, Rossiya bosh elchisi Igor Margalov yana Xi Jinpingning Rossiya prezidenti Vladimir Putinni bu yil 9-oyda o'tkaziladigan Xitoyning Yaponiyaga qarshi urushining g'alabasini tabriklashga taklif qilganligini aytgan. Natsistlar Germaniyasi 1945-yili 8-may kuni ittifoqdosh davlatlarga shartsiz taslim bo'lgan bo'lib, Amerika, Fransiya, Angliya qatorliq davlatlar shu kuni Yevropaning g'olibiyat kuni qilgan. Ammo Moskva sobiq Sovet ittifoqi davridan buyon 9-mayni o'zining g'olibiyat kuni sifatida tabriklab kelmoqda. Xitoy tamojna sonliq ma'lumotlarning oshkorlashicha, Xitoyning Rossiya bilan bo'lgan 2024-yildagi import-eksport savdosi 237 milliard dollarga yetib, rekord yaratgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Keyin qitimliq sonimizgacha ko'rishguncha omon bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.